Nima shartlar bilan keldingiz bu yerga? Men birinchi shikoyatim shunaqa, grijamdan kelgan. Bel og'rig'i. Bel og'rig'i. Oyoqqa berardi. Oyog'imga berardi. O'rnimdan tura olmas edim. Kechasi tursam, nabodaga ertalab tursam, oyog'imni bosa olmas edim. Ham o'ng yonboshimda, chap yonboshimda og'riq bo'lardi. Ana o'shalarni hammasini davolab, Xudoga shukr, rahmat, juda yaxshi davoladinglar. Men xursandman. Men bilan kelgan bir ayol, mana sizlarga to'g'risini aytib qo'ya qoling. Men bilan keluvdi. Men ular yura olmadilar, ularni ko'tarib olib kirishdi. Lekin o'sha ayol mana hozir yurishga, yurmayaptilar ham. Ko'rib o'zim xursand bo'lib ketdim. Mana shu klinikaga kelib, davolaninglar. Sizlarga mana shu murojaat qilaman. O'zim shifo topdim, yonimdagi sheriklarim shifo topdi. O'shaning uchun men sizlarga aytibman. Endi yurishingiz qanaqa? Oila? Men kelganimda yurishim juda yomon edi. Yura olmas edim. Hozir men juda ham xursandman. Hozir chopib ketyapman. Mana men yugurib ham yuraman. Mana hozir men bemalol chopib ham. Telefon. Mana sportsmen bo'lib ketdim. Qaranglar, menga deb ko'ringlar. Mana sportsmenman. Juda xursandman. Rahmat. Rahmat. Taninglar sog' bo'lsin.